birinchi o'rin 56 198 ID raqam bilan Aliyev Hoji Akbar. Assalomu alaykum. Olimpiadadan taassurotlaringiz qanday bo'lyapti? Juda yaxshi bo'lyapti. Mana bolalarimiz hamma savollarga chiroyli javoblar berib, sertifikatlar olib chiqishdi. Ishlaringlarga omad sizlarga ham. Rahmat. Har doim shunday imtihonlar har yili o'tkazaveringlar. Opa, sizning taassurotlaringiz qanday bo'lyapti? Juda ham chiroyli. Meni o'g'lim boshqa o'quv markazlarini ham olimpiadalarga qatnashgan. Ko'nikma bo'ladi bolalarda. Shunaqa olimpiadalarni ko'proq uyushtiringlar. Bolalarga yaxshi bo'ladi, yordam bo'ladi. Dalda bo'ladi, o'zlariga ertaga katta imtihonlarda ham o'zini tutishga yordam bo'ladi. Juda xursandmiz. Farzandingizni olimpiadaga tayyorlanishda nimalarga ko'proq e'tibor qaratdingiz? Endi qiziqdi bega kelgani, ta'lim tarbiya rivojlanishiga yordam berganinglarga sizlarga rahmat. Ko'proq ingliz tili, matematikani rivojlangani uchun biz ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Olimpiada to'g'risida taassurotlaringizni aytib bera olasizmi? Olimpiada rosa yaxshi o'tyapti. Bolalar kirib ketishgan, hali chiqishini kutyapmiz. Natijalar a'lo bo'lishini kutib turibmiz. O'qishlaringga omad. Opa, sizning taassurotlaringiz? Men ham shu bolajonlarning xursandchiligini ko'rib, hammamiz xursandmiz. Xudo xolasa hammalari ko'p bo'ladi. Opa, sizning taassurotlaringiz? Sizlar yaxshisizlar. Yaxshi taassurotlarimiz. Sertifikatlardan chiqdi. Ushbu olimpiadada farzandingizni o'qishga bo'lgan munosabatiga qanday ta'sir qildi? Munosabatiga yaxshi o'qishadi. Xudo xolasa prezident maktablarga kirib ketishiga ham ishonaman. Xudo xolasa. Olimpiada taassurotlaringiz qanaqa? Yaxshi. Qanday bo'ldi? Qiyin, oson? Oson, yaxshi. Necha sinf testini ishladingiz? 5. Olimpiadada ishtirok etish uchun asosiy sabab nimada? Bilimimni sinash uchun. Taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim yaxshi, zo'r aka. Olimpiadada qatnashishda asosiy sabab nimada sizda? Bilimimni sinash uchun.
Nechinchi sinf testini ishladingiz? 5-chi. Nechinchi sinfsizlar? 3-chi. Olimpiadadagi taassurotlaringiz qanaqa? Yaxshi, zo'r ekan. Qiyinmi, osonmi? Oson. Olimpiadada qatnashishingizda asosiy sabab nimada? Bilimimni sinab ko'rdim. Sizchi? Men ham bilimimni sinab ko'rdim. Qiyinmikan, osonmikan? Oson ekan. Keyin yana shunaqa olimpiada bo'lsa qatnasha olasizmi? Albatta qatnashaman. Sizchi? Qatnashasizmi? Keyingi safar bo'lsa? Qatnashaman. Assalomu alaykum. Farzandingiz nechinchi sinf? 5 sinf. 5-sinf. Hop. Olimpiada taassurotlaringiz qanaqa? Judayam xursandman. Bolalarni intilishini yuqoriga olib boryapsizlar. Ishlar judayam yaxshi. Qancha qatnashsa shuncha bilan charxlanadi. Agar yana shunaqa olimpiada bo'lsa qatnashish olib kelarmidingiz? Albatta olib kelaman. Hamma nevaramni olib kelaman. Qiyinmikan, osonmikan? Qanday bo'ldi? Taassurotlar qiyin emas ekan unchalik. Agar yana shunaqa olimpiada bo'lsa kelasizmi? Kelaman. Olimpiadada qatnashishingizni asosiy sababi nimada? O'sha o'rinlar bor ekan, o'shanga qiziqib kelgandim. Bir, ikki, uch, to'rt, oldiga qarab. Bilamiz, siz 1 deysiz, siz 2 deysiz. 2 qo'shib 2 4. 4 qo'shib 4 8. 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 80.